va Lawrence Bender mahsuloti. Danny Cannon filmi. Gol. Santiago. Tezroq kiyin. Bo'la qol. Bo'la qol. Ulgurarmikinmiz? Ulguramiz. Tezroq chiqinglar. Ey Xudo, qo'llarim qaltirab ketyapti. Shoshilish kerak. Qani bo'linglar tezroq. Bo'la qolinglar, tezroq. Tezroq. Shovqin solmanglar. Ortimdan. Diqqat. Politsiya. Diqqat. Ular chegarani buzib o'tishmoqchi. Ikkinchi, orqamdan. Chegarani buzib o'tishga harakat qilishyapti. Ehtiyot bo'l, Santiago. Orqaga qaytma, qaytma. Bu yoqqa kel. Kel deyapman. Orqaga qaytinglar, chegarani buzib o'tishga haqqingiz yo'q. Santiago. Bu nima qiliq? Bu yoqda hamma ishlasin, sen esa yot. Tur. Bo'la qolinglar. Yaqin to'ygina ekan. Rahmat. Ko'rishguncha, Santiago. Buncha yimillading. Salom. Santiago, qayerlarda yuribsan? Shunaqa ham kechikasanmi? Vaqt ham allamahal bo'ldi-ku. Tashvishlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hay, qani maydondan chiq. Chiq. Shu ahvolda o'ynab bo'larkanmi? Bo'la qolinglar, yigitlar. Nima bo'ldi? Tezlash, tezlash. Nima qilmoqchi? Yaxshi bo'l, Santiago, ko'rishguncha. O'rniga shuni qo'yib qo'yasan. Santiago, keldingmi bolajonim, yutdinglarmi? 4-2 ga yutdik. Men 2 gol urdim. Otangga gapirib yurmagin, xo'pmi? Aytganidan nima foyda? Xafa bo'lma, jahli chiqmasin deyman-da. Shunaqa deng. Bolajonim, uni o'zing bilasan-ku, ishdan boshqasini tan olmaydi. Meni rejalarim bor. Yana bir qo'shimcha reja bor. Qanaqa ekan? Amerikacha orzu, million yutib olish. Bo'ldimi? Qayoqda deysiz? Yomon emas. Biror nima yeb olsang-chi. Qo'y. Mana shu yerga qo'yaver. Xo'jayin, qachon ofitsiant bo'laman? Yugurdali jonga tegdik-ku.
Restoran Xitoylarniki. Sen Xitoylik emassan. Axir Amerikadamiz-ku. Siz ham amerikaliksiz, men ham. Ko'k kartang bormi? Agar bo'lsa olasizmi? Yo'q. Sen Xitoylik emassan. Ket. Tommy, orqaga qayt. Ay, Tommy, yon tarafda o'yna. U bor yo'g'i 7 ga to'ldi. Muhimi bu emas, Veld. Aftidan futbol Tomiga unchalik yoqmaydi. Qani Tom, bo'la qol. Harakat qil. Bolalar, ehtiyot bo'ling. Bo'la qol, Tom. Rahmat. Santiago. Oshira qol. Barakalla. Chakki emas. Yaxshi o'yinchi. Unga sen o'rgatganmisan? Unga Xudo yo'qtirgan. Ber, uzat. Baribir unga nimadir yetishmayapti. Maydonni ko'rish qobiliyati hali shakllanmagan. Raqiblar ham shunday deb o'ylaydilar. Lekin urmay qo'ymaydi. Barakalla Santiago. Qoyilman Santiago. Yomonmas yigitcha, seni mutaxassis ko'rganmi? Haligi mutaxassisning e'tiboriga tushish uchun kollejda o'qish kerak. Navbatdagi o'yin qachon? Shanba kuni. Bu yerda bittasini tasodifan uchratib qoldim. U sport sohasidan ham qozongan mashhur agent. O'yiningni bir ko'rishini xohlardim. Biroz shoshib turgandim, kechirasiz. Bir paytlar men ham o'ynaganman. Shunaqami? Qayerda? Angliyada. O'yinchilarni tanlash bilan ham shug'ullanganman. Angliyadami? Isming nima? Santiago Muniz. Glenn Foy. Santiago, bo'la qol. Unda shanbagacha Santiago. Ketdik. Qachongacha tayinsiz odamlarning gaplariga ishonib yurasan? Soddasan. Nima bo'pti amaki? Chiqmagan jondan umid. Ey bolakay. Sen odamlar haqida nimani ham bilarding? Ularning niyatini hech kim bilmaydi. Lekin oxir-oqibat qo'ydingni puchong'oqqa to'ldirishi aniq. To maqsadimga yetmagunimcha umid qilaveraman. Umid qilaverarmish. Undan ko'ra jiddiyroq ish boshlash haqida o'ylasang bo'lmaydimi? Dada, bilmadim. Balki u bilan uchrashsam, hammasi yaxshi tomonga o'zgarar. Yana kim bilsin? Mana meni aytdi deysan. Bu masalada hech narsa yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Yaxshisi bo'lmag'ur xayollarni boshingdan chiqarib tashla. Bularni bari xom xayol. Gaplarimni o'ylab ko'r, futbolist. Tushundingga, esingdan chiqmasin. Menga qara, vaqting bormi? Sen uchun hamisha topiladi. Men meksikalik bir yigitni uchratib qoldim, g'aroyib o'yinchi. Adashmasam, bir paytlar ham shunday bir yigitcha bo'lardi, Jermain Defoe. Glenn, bu haqida gaplashishni xohlamayman. U kelayotgan shanbada o'ynaydi. O'yin qaysidir kollejda bo'ladi. Aniq manzilini aytsang, albatta boraman. Xursand qilding. Qo'ysangchi. Sen borib dam ol. Ana u yerda gazakning muhim turidan bor. Har kuni maishat qilmaysan-ku. Kechirasan. Ha, Brek.
Santiago, bo'la qol. Qani boshladik. Menga oshir. Yaxshi yigitlar. Well, telefoningni berib tur. Rahmat azizim. Allo. Glen. Nima? Glen, yo'q. Hech narsani unutganim yo'q, do'stim. Men uchrashuvdaman, tushunyapsanmi? Ishga oid uchrashuv. Glen, gap bunday. Menga o'sha o'yinning, ya'ni o'sha yigitchaning video tasmasini jo'nat. Glen. Menman. Hayvon. Qani yigitlar, bosh kelmanglar. Barakallah. Gol. Gol! Olg'a yigitlar, olg'a. Yashavor Santiago, barakallah. Barakallah Santiago. Bo'laginam. Bujon. O'zim o'rgilay sendan bo'laginam. Santiago, qoyilmaqom o'yin, barakallah. Rahmat. Bu mening kichik ukam. Tushunarli, tanishgandan xursandman. Bular esa buvimlar. Bu qizim Veld. Salom. Demak, agent siz ekansiz-da. Yo'q, bu kishi faqat u bilan gaplashgan. Agent kelmadi. Bilasizmi, rosa band ekan. Unda keyingi o'yinda kelar. Afsuski, endi kela olmasa kerak. Yo'q. Ertaga u Angliyaga uchib ketadi, men ham. Bilasizmi, otamning gaplari to'g'riga o'xshaydi. Orzu qilaverasan, biroq amalga oshmaydi. Lekin baribir sizga rahmat. Rahmat. Allo, kim bu? Bu Glen Foy. Glen Foy? Biz tanishmizmi, janob Foy? Men jamoani boshqargan paytingizda shtatda bo'lgan edim. Siz meni haydagansiz. Lekin arashchi emasman. Shunaqami? Xo'sh, nima uchun yarim kechada qo'ng'iroq qilyapsiz? Kechirasiz. Men Kaliforniyadaman. Men bu yerda bir futbolchini uchratdim. Qobiliyatli yigit. Qayerda o'ynaydi? Shunchaki mahalliy jamoada. Men ertaga uyga uchaman. Bir narsani iltimos qilsam bo'ladimi? Agar u oldingizga borsa, uni ko'rasizmi? Va'da berishimni istayapsizmi? Ha. Iltimos qilaman. Uni bir ko'ring. Agar xo'p desam, uxlagani qo'yasizmi? Ha, janob Donke. Unda xo'p, janob Foy. Ishlarim hech yurishmayapti, buvi. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim. Santiago. Ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Sen bilan qiziqib qolishdi. Bu kim? Meni sinab ko'rgan janob. Seni Angliyada Newcastle Unitedda sinab ko'rishadi. Newcastle Unitedda? Mashhur klub. Yaxshi klub. Yana nima qilmoqchisan? Shu bo'lmaqur gaplarga yana ishonyapsanmi? U sen uddalaysan deyapti. Nega bo'lmaqur narsalar bilan o'g'limni boshini qotiryapsiz? Kimsiz o'zi? Sen esa osmonlarda uchishdan ko'ra yerda yurishni o'yla. Ketdik, kech qolyapmiz.
Undan katta narsani talab qilyapsiz, janob. Bir og'iz gapingiz bilan samolyotda shuncha olisga uchib ketish kerakmi? Men murabbiy bilan gaplashdim. Uni sinab ko'radi. Qolgani esa o'ziga bog'liq. Unda iltimos bir savolimga javob bering. Buvijon, U dunyoga mashhur o'yinchi bo'la oladimi? O'ylaymanki, bo'la oladi. Dada, ketdik, yo'qsa kech qolamiz. Mana bu meni tashrif qog'ozim. O'ylab ko'rib qo'ng'iroq qil. Xayr. xayr. Yetadimi? Nima yetadimi? Yashirincha yig'ayotgan pullaringni aytyapman. Borasanmi? Haligi buvim ruxsat berdilar. Otamchi? Hali so'raganim yo'q. Angliya uzoqdami? Nima desam ekan? $300 yo'l. Endi esa uxla. Bo'la qol. Ishla. Chalg'ima. Qani u yoqqa. Qoyil, zo'r. Qani yigitlar, bo'la qolinglar. Rahmat. Ko'rishguncha, Santiago. Dada, qanday qo'lingiz bordi? Nima, seningcha o'g'irlik qildimmi? Pullaringni olib qo'ydim. Bor yo'g'i seni tinchligini o'ylayapman xolos. Shunaqa. Bu nima qilganing? Oyi, aralashmang. Hammasini barbod qildingiz. Yana bir hafta yig'ganimda yetar edi. Nimaga? Ertaklarga ishonish uchunmi? Buyuk futbolchi bo'larmish. Qo'ysangchi. Xom xayol bu. Hovli qiyapsan. Hujjatsiz qanday qilib qaytib kelasan? Menda imkoniyat bor. Siz esa meni ham o'zingizga o'xshatmoqchisiz. Men oilam uchun jon kuydiryapman. Meksikada kunduzi qurilishda ishlab, tunda bardel tozaladim. Onangiz bizni tashlab ketgach, butun oilani o'zim boqdim. Sizlarni Amerikaga olib keldim. Onamga til tekkizmang. Uy uchun pul topdim. Endi o'zimning biznesim bor. Mana men nima bilan shug'ullanaman. Mana men uchun hayot nimadan iborat? Bu sizning hayotingiz. Meniki emas. Iltimos, savolimga javob bersangiz, ko'proq qaysi o'yinchilarga suyanasiz? Aytingchi, bu klub haqida qanday fikrdasiz? Xonimlar va janoblar, bugun klub uchun juda ajoyib kun. Iste'dodli o'yinchimiz Gavin o'zining chiroyli o'yinlarini endi bizning jamoamizda ko'rsatadi. Uni taqdirlashdan mamnunman. Mana bu bilan. Bu juda yaxshi tadbir. Aytingchi, bu mavsumda klubning oliy maqsadi nima? Umuman olganda UEFA Kubogi bellashuvlarida finalga chiqishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bu uchun har bir o'yinda g'alaba qozonishingiz kerak bo'ladi.
Jamoada muammo bor edi. Ammo endi men keldim. Men pul uchun ham, shuhrat uchun ham o'ynamayman. G'alaba qozonishni sevaman. Anchko yig'ish muammo emas. To'g'rimi, boss? Ay, anqayma. Ketdik. Seni kutayotgandik. Bugunchi ish tugadi. Nima edi? Bu yoqqa kel. Senga bir narsani ko'rsataman. Bu samolyot bileti. U yerga Mexiko orqali uchasan. Mexiko orqali? Nima bo'pti? U yog'iga osongina yetib olasan. Omadingni bersin. Mana buni ol. Bu yerda hammasi ko'rsatilgan. Buni qanday oldingiz? Yiqqan pullarimga oldim. Sen uchun oldim, o'g'lim. Ishongim kelmayapti. Nahotki? Nega endi? Ishonaver. Maqsadingga erishding hisob. Nima xona o'zimga qoladimi? Bu yoqqa kechi. Agar men bo'lmasam, senga hech kim yordam bera olmaydi. Ko'nikib ketadi. Yuvinib olsang bo'lardi. Terlab ketibsan. Men bugun ketamanmi? Albatta. Otang kelib qolmasin tag'in. Bilasanmi? Onang bizni tashlab ketganida orzularingizga erishishingiz uchun bor kuchimni ayamayman deb qasam ichganman. Sen bundan ortig'iga munosibsan, Santiago. Xudo qo'llasin. Pasporti tekshirilgan yo'lovchilar 14-yo'lakdan kelishlari mumkin. Rahmat. Safardan maqsadingiz? Kechirasiz? Ish bilanmi yo sayohat uchun? Ish bilan. Men futbol o'ynash uchun keldim. Men umid qilamanki, Newcastle Unitedda o'ynayman. Bir daqiqa. Bu yigit sizni jamoangizda o'ynamoqchi. Newcastledami? Ha, janob. Ha, bizga yordam kerak. Glen, telefonga. Allo. Kim? Santiago. Angliyadamisan? Ha, Londondaman. Hammasi yaxshi. Newcastlega qanday boraman? Diqqat qiling, poyezd 4-platformaga yetib keldi. Oluvchilar diqqatiga, marhamat. Salom. Yaxshimisiz? Nega Los-Anjelesdan qo'ng'iroq qilmading? Uchishingni ham aytmading? Kelib noto'g'ri qildimmi? Nimalar deyapsan? Seni ko'rganimdan juda xursandman. Shunchaki biroz noqulay ahvolga solib qo'yding. Hozircha menikida yashaysan, keyin birga bo'lar. Yaxshi. To'yingga xush kelibsan. Bu nima degani? Jorjni shunday deb ataydilar. Jorj kim?
Tu buni Jorj deyishadi. Hali ko'p narsani o'rganishing kerak. To'g'risini aytsam, hech narsaga tushunmadim. Rahmat. Yolg'iz yashaysizmi? Ha. Qizimni ko'rgansan, to'g'rimi? Xotiningizchi? 1 yil avval qazo qilgan, saratondan. Kechiring. Buvimdan sovg'a. Sizga berib qo'yishimni so'radi. Axir buni bolaligidan beri asrab kelgan. e'tiqodda unchalik emasman-ku, ya. U sizni yaxshi odam deydi. Shunaqami? Santiago, ovqat tayyor. Santiago. Sizni futbol jamoasida ishlaysiz deb o'ylardim. Bir paytlar shunday edi. Mashina qalay? Bularni tuzatasizmi? Tuzataman, qayta tiklayman. Klubda baribir soat 10 gacha hech kim bo'lmaydi. Hozircha tamaddi qilib olishga vaqting bor. Puling bormi? Yo'q. Shart emas. Yo'q, keragi yo'q. Ola qol, ol. Chapga qayrilsang tamadixon. Qaytaraman. Qo'y janob, to'pni qaytarmaysizmi? Qo'yil. Xuddi sirkdagidek. Bo'ldi. Mana, ushlanglar. Eshitishimcha, Gevin Harrisga teng keladigani yo'q emish. Ha, lekin oldindan bir nima deb bo'lmaydi. U markazga yaqin joyda o'ynagani ma'qul. Yon tarafda Thompson va Keksilar oldirib qo'yishi mumkin. To'g'ri aytasan. Nega tikilib qolding? Kechirasizlar. Kechagi voqea haqida gaplashyapsizlarmi? Ha. Futbol haqidami? Ha, bo'lmasam-chi. Yana nima haqida gaplashish mumkin? Qayerlisan, o'g'lim? Los Anjelesdanman. Charles Taroni bilasanmi? O'zi ham ketib o'rganda. Bu yerlarda nima qilyapsan? Newcastle United o'ynamoqchiman. Shunaqami? Yangimisan? Ha. O'yiningni ko'rarkanmiz-da. Ha, hatto bugunoq. Unda qalbasadan ol. Nimadan tayyorlangan bu? Bilmaganing ma'qul.
Bu yerda futbol jamoalari juda ko'p. Londonda ham anchagina, Medlinda ham, Manchesterda ikkita, Liverpoolda ham ikkita, Glazgoda ham ikkita, lekin bizda bor yo'g'i bittagina. Bu stadion. Qoyilman. Bosh murabbiy shu kishimi? Erik Donkel, janob Donkel. Uning ko'zlariga qarashga harakat qil. Qarashim shunchalik muhimmi? Harakat qilaman. Janob Donkel, kechirasiz, Glenn Foy. Sizga shu yigitcha haqida gapirgandim. Salom. Los-Anjelesdan. Santiago Muniz. Qachon gaplashgandik? Yarim tunda qo'ng'iroq qilgandim. Uni ko'rishga va'da bergandingiz. 1 daqiqa. Mendagi o'yinchini xohlaysanmi? Soating bor, yana ancha qimmatbahosi. Nega kechding? Kechirasiz, xo'jayin. Kasalxonaga borgandim, bir bolakayga futbolkamni sovg'a qildim. U yerda reportyorlar yo'q edi. Bo'lmagan gap. Seni bu yerda naqd 50 daqiqadan beri jurnalistlar kutishyapti. Bora qol. Bugun 2 barobar ko'proq shug'ullanasan. Shu yetmay turibdi. Sen qayerda o'ynaysan? Los-Anjelesda. Maydonni nazarda tutyapman. Odatda hujumda, o'rtada ham o'ynay olaman. To'p bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Qani uni maydonga tushiring, imkoniyatlarini bir ko'raylik-chi. Olg'a. Yaxshi, katta rahmat. Omad senga. Shu yerdamisan? Ahvoling qalay? Yomon emas. Yaxshi. Mel Bregeri, ikkinchi murabbiyman. Glen bilan jamoada o'ynaganda do'stlashganmiz. Xullas, sen tarafdaman. Shunaqami? Rahmat janob. Qanaqa janob? Men murabbiyman. Janob bu bosh murabbiy. Hamma narsa unga bog'liq. Xo'sh, tayyormisan? Ha. Unda ketdik. Ketdik. Dadil bo'l. Xo'p. Uni ko'z oldingdan qochirma. Santiago. Yarim himoyada o'ynaysan, tushunarlimi? Gavinni bilasanmi? Yo'q. Ana u. Edini o'rniga kirasan, tushundingmi? Ha. Edini chaqir. Edi, maydondan chiq. Yaxshi. Sen esa formaniki, qani olg'a. Hoy Mel, bu nimasi? O Meksikalik. Endi boshladi. Ko'rinib turibdi. Hey, bu yoqqa. Ishlar qalay, Mel? Yaxshi. Salom. Trini, unga ham imkon beringlar. Yaxshi. Yoqqa. Balandroq gapir. O'zim qo'ng'iroq qilaman.
yigitchaga beringlar, tepsin. Qani zarba. Avval tepishni o'rgan. Santiago, buguncha yetar. Borib yuvinib ol. Bilmadim, Glen. Oyoqlarim menga bo'ysunmadi. Ertaga yaxshi o'yin ko'rsataman. Ertaga bo'lmaydi, Santiago. Mashinaga chiq. Otam to'g'ri aytadi. Ko'klarda uchish behuda. Ishlaysan, oila boqish bilan umring o'tadi. Boshqa hamma narsa sarob. Taklif qilinganmisiz, janob? Hammasi joyida. Bir odamni topib gaplashib olishim kerak. Tezda chiqaman. Janob Donkel. Glen Foyman, ertalab ko'rishgandik. Bostirib kelganim uchun uzr. Asosiy qism o'tgani yo'qmi? Sezib turibsizki, bu yerda ortiqchasiz. Qo'ng'irog'imga javob berganingizda kelmasdim. Sizga nima kerak? Ana u yigit masalasida. Santiago Muniz. Balki joy almasharmiz. Ha, rahmat. U kambag'allikda o'sgan. Uni yagona umidi faqat futboldan. Salkam 6000 mil yo'l bosib keldi. Samolyotda charchagan, asabiylashyapti. Bunaqa iflosgarchilikni ko'rmagan. Uni balchiqqa tashlab, o'zingiz esa qo'l telefoningizdan bo'shamadingiz. Men uni nuqul yiqilganini ko'rdim, xolos. Yaxshilab kuzatmagansiz. U to'p bilan ishladi. Jekni aldab o'tib, to'pni uzatdi. Ko'rdim. Yomonmas. Aytishlaricha bu yerda yaxshi boqishar ekan. Ko'p yil jamoada ishlab, to'p ortidan yugurgan tayinsizlarga keragidan ortiq vaqt berilishiga-yu, yulduz bo'lishi mumkin bo'lgan iste'dodlarni esa haydalishiga ko'p guvoh bo'lganman. Bu insofdan emas. Unga bir oy muhlat bering. O'tmishimni tomosha qilyapsanmi? Shunchaki ko'ryapman. Bularni xotinim yiqqan. Oliy ligada o'ynaganingizni aytmagandingiz. Shunaqa bo'lgan, lekin ko'p emas. Nega? Tizzamdan jarohat olganman. Qara. Yenglarimizdan ko'ra sochlarimiz uzun bo'lgan. 6 milliondan ishlardik.
Sizlar qahramon bo'lgansizlar. Ha, futbolchilar hamisha qahramon bo'lishgan, hatto ertadan kechgacha shaxtada ishlagan otam uchun ham. Ma ol. Yo'q, keragi yo'q. Buni ola olmayman. Kiyib ko'r. Ko'raylik-chi, senga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bundan nima foyda? Nima foyda? Axir bir oy muhlat berishdi. Buvingga qo'ng'iroq qil. Chaqaroq. Hammangiz quloq solinglar. Bu Santiago Muniz. U meksikalik. Yo'q, Los Anjelesdanman. Ha, Los Anjelesdan baribir. Xullas, mashg'ulot tugagach, unga bilmaganlarni tushuntirib borgan edim. Xo'sh, Yoqimsiz shahar. baland bo'lishi mumkin. Nega? Sizga yaqin o'tiribman, biroz hayajonlanyapman. Yaxshi. Siz klub vrachimisiz? Yo'q, men hamshira bo'lib ishlayman. Qog'ozlarni to'ldirdingizmi? Ha, faqat bir ikkitasiga tushunmadim. Tushunarli. Qani? Ko'rsatingchi. Mana bu. Bu kardiologiyaga oid. Demak, yurakda muammo bor. Yo'q. Xo'sh, yana mana bu. Bu esa o'pka va nafas olish yo'llariga oid. Nafas yo'llaringizda muammo yo'qmi? Balki bordir. Yo'q. Taroziga turing. Xo'sh. Ismingiz nima? Hamshira Halvison. Ismingizni so'ragandim. Buni bizga aloqasi yo'q. Men dam olish kunlaridagi turli uchrashuvlarni yoqtirmayman. Endi qon olaman. Ignani yoqtirmayman. Mana bu tatuirovkami yoki qatronmi? Yo'q, bu bir guruh belgisi. Guruh a'zosimisiz? Endi yo'q. Bunda faqat ikkita yo'l bor. Yoki qamoqqa jo'naydi, yoki menga o'xshab buvisidan ta'zirni yeydi. Kechirasiz, qahramon. Ketdik. Qani olg'a. Oldinga Santiago. Ur, qani bol. Nima qilyapsan? Hech narsa qilganim yo'q. Nima demoqchisan? O'zingdan ketsang, yana haqqingni olasan. Tupuringa, eshityapsanmi? Tupur. Yaxshi. Ahmoq. Senga qancha muhlat berishdi? 1 oy. 1 oy? G'alati. Menga esa 6 oy berishgan. Bungacha Roris degan murabbiyni bilardim. 14 yoshimda o'ynashni boshlaganman. Xo'sh, qanday bo'ldi? Xulosa chiqarishga hali erta. Jim. Bu Gavin Harris. Uni 8 million funtga sotib olishdi. Jemi birga tushlik qilishga erkak kishi topilmadimi? O'shanda 33 ta edi. Agar birorta himoyachi oyog'ini sindirganda bormi, uni asosiy tarkibda boshqa ko'rmasdi. Buni menga nima aloqasi bor? Senda nimadir bor. Buni unda hech qachon ko'rmaganman. Iste'dod shekilli. Iste'dod? Agar bilsang, odatda barcha futbolchilar o'zlarini ojiz tomonlarini ko'rsatmaslik uchun bor kuchlari bilan o'ynaydilar. Xudo yuqtirgan buyuk futbolchilar esa tavakkal qilishadi, chunki o'zlariga ishonadilar. Kurtkangni yech. 3 tagacha turasan. To'p ularni emas, ular to'pni boshqarishadi. Ishlang. Ana shunaqa. Bir juft kurtka va bitta to'p, boshqa hech narsa kerak emas. Tugatdingmi? Ha. Kechirasiz.
Santi. Ana shunday. Quloq sol. Agar xohlasang, kechroq biror yerga borardik, ichamiz, ko'ngil yozib, bir yayrab kelamiz. Xohlasang agar. Yaxshi, lekin biror bir hujjat kerak emasmi? Nima? Ha. Hujjat deysanmi? Demoqchimanki, sizlarda necha yoshdan ichish mumkin? 12 yoshdan. Hoy, Gavin. Agar savoling bo'lsa, klubga yozil, ofsar. Elvis, o'zingniklarini tanimayapsanmi? Men axir klubdanmi esladingmi? Seni hech qachon ko'rmaganman. Yolg'on gapirishingizchi? Hamshira Harvison, hamshira Harvison. Salom. Biz bilan klubga kirmaysizlarmi? Bu yoqqami? Yo'q, bu yer biz uchun emas. Qayoqqa ketyapsizlar? Kafega ketyapmiz. Nima deysan? Yaxshi. Unda ketdik. Marhamat, buyurtmangiz. Ajoyib. Rahmat. Cheki, Mas, siz qayerlisiz? Ispaniyadanmi? Los Angelesdanman. Men esa Merseysaytdanman. Los Angeles va Merseyside. Qanday topishib qoldinglar? Shunday. Biz Newcastleda o'ynaymiz. Adashmasam bir o'yinchi haqida gapirganding. O'zingni bos, hozir buni mavridi emas. Hozircha tajribang yo'q, kaptarcha. Lekin imkoniyating bor. Uzr, gapingga tushunmadim. Hech narsani o'zgartirma. Qanday bo'lsang, shundayligincha qol. Shu yerga kelgan ekanman, demak hammasi o'zgargan. U kambag'al oiladan, otasi nochor. Hayotini o'zgartirgani ma'qul. Ha, seni esladim. Sen uzun barmoqsan. Nima? Oyog'ing kasallangan, to'g'rimi? Oh, shuni aytish shartmidi? Hoynahoy butun jamoani tekshirib ko'rgan bo'lsang kerak, shunaqami? Yo'q, oshirib yubording. Yo'q, kimni barmog'i uzunligini aytishing shart emas. Nima deyishim kerak? Eng kalta barmoq kimniki? Tep, bu yoqqa. Mana. Ha, bo'la qol. Bol bu yoqqa oshir, bu yoqqa. Qani bo'la qol, oshir. To'pni oshir, bo'la qol, oshir. Oshir. Qarash kerak. Ey Mel. Muniz. Bu yoqqa kel. Yigitlar, hamma yig'ilsin. Bu yoqqa. Mel, 5 daqiqa. Yaxshi. Rahmat. Xo'sh, men buyuraman. Sen esa to'pni ortidan darvozaga qarab yugurasan. Tushundingmi? Ha. Yugur. Orqaga. Yana yugur. Xo'sh, nima deysan? Uzoqdan ham urish mumkin demoqchimisiz? Yo'q. To'p sendan avval yetib boradi demoqchiman. Oshirish kerak, tushunarlimi? Biz jamoaviy o'yin ko'rsatamiz. Ko'krakdagi belgi yelkangdagidan ko'ra muhimroq. Tushungandirsan? Tushundim. Ko'rishguncha, Santi. Ko'rishguncha. Newcastle United yana o'z mavqeini tiklab oldi. Mavsumda bor-yo'q 3 ta o'yin qoldi. Kubokni qo'lga kiritish va umuman muvaffaqiyatga erishish uchun bugundan e'tiboran barcha o'yinlar. Shu ham o'yin bo'ldimi?
Afsuski, hozircha Newcastle birorta ham xavfli vaziyat uyushtira olmadi. Jinursan. U charchab qoldi. To'pni maydonning o'rtasida oldirib o'tiribdi. Imillashini qaranglar. Balki jarohati bordir. Qayoqda bo'kib ichgan. Uni almashtir. Shor. Newcastledan yana omad yuz o'giryapti. Shusiz ham jamoada jarohat olgan o'yinchilar juda ko'p edi. 10-ni 23 ga almashtir. Muhimi to'pni yo'qotma. Ishonish qiyin, Gavin Harrisni almashtirishyapti. Nima, menimi? Gavin chiqyapti. Bu qanaqasi? Murabbiy nima qilmoqchi o'zi? Newcastle Unitedda o'yinchi o'zgardi. 10-raqamdagi Gavin Harrisning o'rniga 23-raqamdagi Shor maydonga tushdi. O'yin tugashiga bor yo'g'i 5 daqiqa qoldi. Hisob hali ham ochilgani yo'q. Chelsea xavfli hujum uyushtirdi. Gol! Gol! Bu Patrick Kluivert edi. Xayr, janob Donki. Xayr. Nima bo'ldi? Jarohatmi? Yo'q. Yaxshi yangilik. Qanday? Men zaxirada o'ynayman. Xursandman. Bu men uchun juda muhim o'yin. Agar shu o'yinda murabbiyga ma'qul kelsam, u meni qoldiradi. Ma'qul kelasan. To'xtang. Newcastleda o'ynaysizmi? Ha. Unda mana bu yerga dastxat qo'ying. Yaxshi. Yaqinda hamma sendan dastxat so'raydi. Nima, qarshimisan? Futboldan ko'ngling qolganmi? Yo'q. Otam bilan bog'liq muammo bor. U bir klubda o'ynab, hash-pash deguncha mashhur bo'lib ketgan edi. Kimligini bilsam bo'ladimi? Shart emas, buni ahamiyati yo'q. Shunchaki ba'zi o'yinchilar menga uni eslatib turadi. Aqlligina yigitlar bo'lmag'ur mashhurlik va ortiqcha boylikdan keyin o'z oilalarini tashlab ketadilar. Bizni esa onamiz tashlab ketgan. Shunaqami? Nega? Otam bu haqida hech qachon gapirmaydi. Uni faqat mast holda ko'rganimni eslayman. Futbol. Otam futbolni yoqtirmaydi. Men esa sevaman. Futbolsiz yasholmayman. Hatto yakshanba kunlari ham ibodatdan keyin futbol o'ynardim. U hayotimning mazmuniga aylanib qolgan. Aynan shuning uchun seni bu yoqqa Yevropaga jo'natishganmi? Bu yerga Xudoning xohishi bilan keldim. Buvi, dadamga ayting. Jim o'tar. Santiago o'ynayapti. Meni Santiagom o'ynayapti. Unga o'yin haqida ayting. Uni avval 1 oylik sinov muddati bilan sinab ko'ribdi. Endi esa zaxirada o'ynar ekan. Qanday yaxshi. Buni kim aytdi? Sira ham ishonmayman. Oynahoy yalla qilib yurgandir u yerda. Xo'sh, yigitlar, diqqat bilan eshiting. Hammasi joyida. Menimcha sen 45 daqiqaga chidasang kerak.
Santiago, seni o'ng tomonga qo'yaman. Lekin 8-raqamdagi raqibingdan ko'z uzmaysan, tushunarlimi? U zo'r o'yinchi. Jemi, hujumchining orqasida o'ynaysan. Esingizda bo'lsin. Sizlarni qo'rqitishlariga yo'l qo'ymang. Qani yigitlar, olg'a. G'alaba sari olg'a, ketdik. Bu nimasi? Unga nima bo'ldi? Ehtiyot bo'linglar. Jonli devor orqaga. Tekshir. Santiago, bu yoqqa kel. Bu yoqqa. Voy, buncha nimjon bo'lmasang, rasvo qilyapsan-ku. Santi, senga nima bo'ldi? Tobing qochdimi? O'ylaymanki, shu yetadi. Qani chiq. Bor, yuvinib ol. Senga nima bo'ldi? Bu nima maynaboshchilik? Menga hech narsa demoqchi emasmisan? Tushunarli. Bilmadim, Santi. Senda mahorat bor. Faqat bu yerda o'ynashing uchun senga bardosh yetishmayapti. Balki Los-Anjelesga qaytganing ma'quldir. Bizga to'g'ri kelmaysan. Kim kerak? Roz shu yerda yashaydimi? Rozi, senga kelishdi. Ey xudoyim, oyi kiyinib olishim kerak. Sizmi o'sha Los-Anjeleslik? Ha, Santiago. U hozir tushadi. Rahmat. Choy ichasizmi yo kofe? Yo'q, rahmat. 3 yil avval erim bilan birga edik. Sunset xiyobonidagi mehmonxonada yashardik. Hyde House, balki bilarsiz. Oyi, mehmonga ketayotgandingiz shekilli, ulguraman. Tanishganimdan xursandman, Santiago. Men ham. Go'zal ism. Bora qoling endi. Biror gap bo'ldimi? Ko'rikdan o'tkazganingda seni aldagan edim. Nafasim qisadi. Xo'p, ularga aytmadingmi? Menga hatto vaqt berishmadi. Hozir ayt. Kech bo'ldi. Meni qabul qilishmadi. Oh, Santi. Afsusdaman. Xayrlashgani keldim. Ketyapsanmi? Ha, ertaga. Buncha tez. Jamoada o'ynamasam bu yerda nima qilaman?
boshqa klub topasan. Haddan tashqari nodon bo'lsam kerak. Mendan umid qilishgandi. Afsuski, ularning ishonchini qozona olmadim. Unday emas. Kimni nazarda tutyapsan? Glenni. Buvimni. Ko'p o'yinchilar shunday ahvolga tushishgan. Sen hammasini uddalaysan. Bir daqiqa. O'tgan hafta seni o'yindan chiqarib yuborishgandi, Landover. Chakki bo'pti-yu, ha? O'g'rilarni topish kerak. Taksi xizmati eshitadi. Ha, menga taksi kerak. Shoshilinch. Bu Gavin Harris. Men esa Clint Eastwoodman. Tanidingmi? Jiddiy aytyapman. Men Gavinman. Menga zudlik bilan mashina jo'nating. Ikkinchi. Mabodo mehmonxona yaqinida emasmisan? Nima edi? Ko'p qavatli bino yonida Gwen Harris turibdi. Unga mashina kerak. Meni yo'lovchim bor. Axir bu Harris-ku. Tez o'sha yoqqa bor, tezroq. Kichkinagina aylanish qilamiz yigitcha. Yulduz xavf ostida qolib ketibdi. Tanish chehra-ku. Mashg'ulotga ketyapsanmi? Yo'q, vokzalga. Nega endi? Omadim chopmadi. Yo'l aka, gapirib berarsan. Ketdik. Demak, Gavin Harrisman degan? Xuddi o'zi. Yaramas. Baribir rahmat. Yur, hal qilamiz. Sizni hammamiz hurmat qilamiz, janob Donxel. Agar uni qaytarib yuborsangiz, klub ko'p narsa yo'qotadi. O'tgan mashg'ulotlar davomida o'zini yaxshi ko'rsata oldi. Undagi texnika, mahorat... Nima, u sendan ham zo'rmi? Nima desam ekan? Buyuklar shunday bo'ladi. Kecha o'yindan oldin dorisini yo'qotib qo'ygan ekan. U astma. Hamma gap shunda. Shu gap rostmi? Ha, men buni yashirgandim. Yashirmaslik kerak edi. Astma degin. Bu bilan o'ynashma. Nima, shifokoring dori ichib yurish kerakligini aytmaganmidi? Meni shifokorim yo'q. Imtiyozli poliklinika. Shu xolos. Sendan ko'p narsa talab qilinadi, Muniz. Agar yana imkoniyat bersangiz, hammasini uddalayman. Ishonching komilmi? Ha. Yaxshi. Bor. Shifokor bilan gaplash. Keyin esa mashg'ulotga. Kelishdikmi? Rahmat. Gavin. Sen yaxshilik qilding. Xo'sh. Nima bo'pti? Endi esa marhamat qilib mashg'ulotga yana nega kechikkanligini tushuntirib bersang. To'p noshir. Bo'sh kelma. Yaxshi o'yinchi.
Ha. Oldira to's. Ay, tinchlaninglar. Uni almashtirish kerak. Gol! Barakalla. Jenursan. Qo'pol o'ynayapsan, Gregori. O'zi aybdor. Hoy, qani bu yoqqa kelchi. Agar yana shunday qo'pollik qilsang, maydondan chiqarib yuboraman. Qulatish qanaqaligini bilib qo'ysan. Meni yoqtirmasing shekilli. Menga yoqmasang ham singlimga yoqasan. U seni Antonio Banderasga o'xshatadi. Agar boshini aylantirsang, o'ldiraman. Ehtiyot bo'l. Yaxshi. Faqat yiqitib yuborma. Yana bir qadam tashlasang bo'ldi. Tushunarli. Mana bo'ldi. Qarayver. Voy. Yo xudoyim. Buncha chiroyli. Ishonish qiyin-a? Ha. Bir oy avval butun shahar bilan, hatto sen bilan ham xayrlashgandim. Endi esa shartnoma va mana bu kvartira. Qalay? Bu yer qancha turadi? Gavino. Tanish. Bu do'stim Gavin. Salom. Bu yerga qizlarni olib kelish mumkin emas. Men kechirasizlar, ketganim ma'quldir. Hazillashdim. Salom, xush kelibsan. Salom. O'zingni o'z uyingdagidek his qilaver. Tortinmanglar. Bilasanmi, u meni qutqardi. Uni shon-shuhrati vaqtinchalik. Biz professionallarmiz. Futbol bu hayot. Anchadan beri ko'rishmadik. Ahvollaring qalay? Rahmat, yomon emas. Salom. Salom. Bo'ldi, kelishdik, ko'rishamiz. Salom. Do'stingmi? O'zingni erkin his qil. Hammasi tanishlar. Senga aytayapman, o'sha hayvonlarning gaplarini unut. Chunki ularning murabbiylari ham betayin. Murabbiy ham bu haqda biladi, lekin o'zini go'llikka solib yuribdi. Turgan bitgani zarar. Nima? Qo'ysangchi. Shoshma, Gavin. Shoshilma, Mike. Qolganini ertaga gaplashamiz. Ahmoq. Ko'rinishing zo'r qariya. Bu Santi. Salom. Sen ekansan-da shuhrat qozonayotgan. Mashg'ulotda 2 ta gol urdi. O qahramon, ishlar qalay? Xo'sh, shartnomani mavsum oxirigacha cho'zasanmi? Seni jamoaga kim olib keldi? Glen Foymi? U yana futbolga qaytdimi? Nima desam ekan, u faqat to'g'ri tushun. U zo'r yigit. Vaqtida yaxshi futbolchi bo'lgan, lekin u shartnoma masalasida nimani ham tushunardi. Santi. Reklamadan zo'r pul topish mumkin. Sen asosiy tarkibda o'ynaysan. Ishonaver. Sen uchun ajoyib rolik tayyorlay olaman. Xo'y, qalaysan? Balki raqsga tusharmiz. U lambadaga zo'r o'ynaydi. Yo'q, kechirasan. Alo. Santiago. Qalaysan? Qo'y senchi.
Dada, bu Santiago sizni so'rayapti. Vaqtim yo'q. U kela olmaydi. Tushunaman. Qani, yuguramiz. Tez. Endi ular bilan maydonga bor. Borishim shartmi? Bo'la qol, dangasalik qilma. Men sizlarni kuzatib turaman. Nima gap? Hozirgina ikkinchi tarkib ro'yxatini ko'rdim. Hatto zaxirada ham yo'qman. Men qayerga qo'ysangiz ham o'ynayveraman, to'g'rimi? O'ngda, chapda, orqada. Buni menga aloqasi yo'q. Endi menga tegishli emas. Nima demoqchisiz? Endi sen shanba kuni Londonda o'ynaysan, tushundingmi? Hoy, Santiago, nimani kutyapsan? Qani bu yoqqa kel. Kela qol. Bo'l. Xo'sh, yaxshi. Endi ishlaymiz. Qani yigitlar? Newcastle Chelsea'ni yutib eng asosiy 3 ochkoga ega bo'ldi. Ammo Liverpool ular uchun eng katta muammo. Eng yomoni, Newcastle'da jarohat olganlar soni juda ko'p. Zaxiradagilar ham. Jamoa aynan shuning uchun ham kuchsiz. Zaxiradagilar orasida Santiago Muniz ismli yangi o'yinchi ham bor. Uni Newcastle'ning sobiq yarim himoyachisi Glenn Foy Los Angelesdan topgan. Glenn o'yinchini ko'ra biladi. Aytish kerakki, Santiago ikkinchi tarkibda favqulodda o'yin ko'rsatib, murabbiylar e'tiborini qozongan. Santiago uchun bu yangi qadam. Nima bo'ldi? Hozircha hech gap yo'q. Tuzukmisiz? Yaxshiman. Agar 3 ochko olsak, yana ham yaxshiroq bo'lardim. Undan hech qanday foyda yo'q. Shoshmasang-chi, hozir uradi. Yana burchak to'pi. Chiqarib yubor. Hakam, shu ham o'yin bo'ldi-yu. Muniz. Zaxiraga cho'san. Murabbiyning bu qarori yosh o'yinchi uchun ajoyib imkoniyat. O'zini ko'rsatishi mumkin. Qani ko'raylik-chi. Nimaga qodirligingni ko'rsat. Qani kech. Imkoniyatingni boy berma. Bo'sh kelma. Bu qayerdan paydo bo'ldi? U meni o'g'lim. U meni o'g'lim Santiago. Men otasiman. Agar gol ursa, pivo mendan. Qani o'tir, yaxshilab o'tirib ol, ko'ramiz. O'tir. Newcastle Unitedda o'yinchi o'zgardi. Maydonga Santiago Muniz tushdi. Qani bo'l, to'pni oshir. Boshlanishi chakka emas, to'pni yaxshi olib qochyapti. Uni yiqitishdi. Attang. Ey, yaramaslar. Qani yigitlar, gol uringlar. Hayajonlanmang. Yaramaslar. Bu qanaqasi?
Baribir pivo beraman. Zo'r gol bo'ldi. Barakalla yigitlar. Oxirgi soniyalar tugab boryapti. Newcastle o'yinchilari bugun yaxshi kayfiyat bilan uylariga qaytadigan bo'lishdi. Yaxshi, damingizni oling. Voy, meksikalik. Muniz. Barakalla yigitlar, barakalla. Jarima maydonida yiqilganingda nimani ko'rding? Men darvozani. Bu yerda sendan ko'ra yaxshiroq holatda turgan ikkita o'yinchi bor edi. Shuhrat haqida o'ylamasdan oshirish kerak. Sen bajarasan. Ahvollar qalay? Bu safar yomon bo'lmadi. Ana shunday o'yin ko'rsatish kerak. Siveli ham yaxshi o'yin ko'rsatdi, to'g'ri? Joni. Santiago. Tabriklayman. Ajoyib o'yin ko'rsatding. Rahmat. Butun oila a'zolarim Realga muxlislik qilishadi. Buvim sizni juda ham qadrlaydi. Senga maslahatim, mana shu ruhda davom etdi. Ko'rishamiz. Xayr. Hey, Gavin. Shu yerdamiding? Tanish, bular do'stlarim Zizu. Xursandman. Raul, bu esa Santiago Muniz. Tanishganimdan xursandman. Ko'pdan beri tanishmisizlar? Nima desam ekan? Yo'q. Mayli, unda omad tilayman. Rahmat. Bo'pti, xayr, ko'rishguncha. Ular reklama roliklarida suratga tushishadi. Bu katta pul, Santi. Ketdik, bu yer zerikarli. Ketamiz? Qayerga? Nega? Bu meni shahrim, Santi. Balki biroz suhbatlasharmiz. Shu shovqinda-ya. Qo'ysangchi. Ha, bo'lmasam-chi. Men bilan yuringlar. Qani bu yoqqa. Yigitlar, salom. Mana bir kecha desa bo'ladi. Kecha yoqmadimi? Nima deyishga ham hayronman. Bu yerda qizlarning mutlaqo qadri yo'q. Meni sevgan qizim bor, to'g'rirog'i bo'lsa kerak. U menga juda yoqadi. Omadi bor ekan. Gavin bilan qanday tanishgansiz? Kechki bazmda. Xuddi bugungiga o'xshagan bazmda. Futbolchilar, modelyerlar. Men hozir ketaman. U esa sezmaydi. Balki tushuntirib berarsan. Nimasini tushuntiraman? Shunchaki tungi bazmda biroz jinnilik qilishdi. Toki tarkibda ekansan, sen klubning yuzi hisoblanasan. Janob Donke, men aybim yo'q. O'zingni oqlama. Mana shu holga tushgan ekansan, demak aybdorsan. Ikkinchi o'yinchi kim? Ikkinchi? Bu yerda Newcastlening ikkita o'yinchisi deb yozilgan. Kim u? Men ayta olmayman, janob. Ya'ni aytishni xohlamaysanmi? Ha. Rozi, senga surat haqida tushuntirib berishim kerak. Qanaqa surat? Gazetadagi surat. Bunaqa narsalarni o'qimayman. Demak, ko'rmagansan. Nima edi? Men ko'rdim. Zo'r bazm bo'libdi. Haligi yozishgani rostmi? Hammasi sen o'ylagandek emas. Bu haqda eshitishni istamayman. Men bandman. Shu yerda ekansan, Jimmydan xabar ol. U B ko'rikxonasida. Salom. Santi. Nima bo'ldi? Maydondan to'g'ri zambilda olib chiqishdi. Shu yerga jo'natishdi. Ahvolimni ko'rib turibsan-ku. Hechqisi yo'q. Buni davolash oson. Bilmayman. Bunga ko'zim yetmaydi. Ahvolim chatoq.
Nachora, hammasi bilan xayrlashishga to'g'ri keladi shekilli. Suyak ichidan singan. Maydalanib ketgan. Aqlimga sig'dira olmayapman. Keyinchalik o'ynay oladimi? Yura olsa ham katta gap. Keldingmi? Ha? Qutqarganing uchun rahmat. Agar sotib qo'yganingda xolimga maymunlar yig'lardi. Oramiz ochiq. Sendan qarzim yo'q. Qo'ysangchi. Sen o'z hayotingni barbod qilyapsan. Kristinadan ham ayrilding. U qaytib keladi. Kelmaydi hech qachon. U seni hunarlaringni ko'tara olmaydi. Gazetadagi xonimchalaringni ham. Seni xarob qilishyapti. Yoningdagilar esa soyangda turib, narkotik moddalarni sotib yuribdi. Seningcha men ko'rman, hech narsani ko'rganim yo'q. Hozir ikkimizning ham eng zo'r davrimiz. Aytchi, yana qancha o'ynaymiz? 10 yilmi? Balki undan ham kamroqdir. Agar jarohat olsak-chi, xuddi Jimini sindirganlardek sindirishsa-chi, unda hech kimga kerak bo'lmay qolamiz. Ket. Yo'qol bu yerdan. Olib kelinglar. Yana qancha qoldi? Dadam qani? Shu atrofda yuruvdi. Kelib qoladi. Hammasini tashib oldik. Ichkarida qolmadi. Dada, qayerdasiz? Dada! Dada! Dadajon! Dadajon, turing, dada! Turing! Glen, haligi gazeta haqidagi bor gapni tushuntirib bermoqchi edim. Senga Los Anjelesdan Boeing qo'ng'iroq qildi. Glen, nima bo'ldi? Otasini yuragi betob ekan. Uni davolashadimi? U o'ldi. Glen, Qo'yaver. bera qol. Xayr. Hammasi uchun rahmat. Omadingni bersin. Ko'rishguncha. Tushunarli. Rahmat. Xo'jayin. Sizda gapim bor. Xo'sh, gapir. Suratdagi ikkinchi o'yinchi men edim. Taajjubdaman. Yana bir narsani bilib qo'yganingiz yaxshi. O'sha kuni Santini bazmga men olib borgan edim. Aslida u xohlamagan edi. U unaqalardan emas. Hamma ayb menda. Muammolaringiz ko'p. Xuddi yosh bolaga o'xshaysizlar. Ammo keyingi safar o'zingni oqlay olmaysan. Yoshing nechida? 26 da. Yo'q, 29 da. Nima shunaqa shekilli? Yosh o'yinchilar uchun sen maydonda ham, maydondan tashqarida ham o'rnak bo'lishing kerak. Gapim to'g'rimi? Ha, xo'jayin. Men bu gaplarni
boshqa bir odamdan ham eshitganman. Qayerda ro'yxatdan o'tamiz? Navbatdagi reysda uchayotgan yo'lovchilar 12-yo'nalishda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Santiago, qani tezroq. Bo'la qol. Bo'la qol. Bo'l, qo'lingni uzat. Janob, samolyotga chiqishyapti. Qani tayyorlaninglar, kun uzun bo'ladi. Bu yerda nima qilib yuribsan? Nega ketmading? Men aeroportda edim. O'tirib o'yladim. Shart bo'lmasa ham, lekin hozir nima uchun ketmaganimni do'stlarimga tushuntirib bera olaman. Otam o'ldi. Endi biznesni o'z zimmamga olishim kerak. Bilasizmi, bu fikr menga qayerdan keldi? Yo'q. Bunday o'ylashni menga otam o'rgatgan. Men o'zimga ishonishim kerak. Shunda kasallikni yenga olaman. Tushunyapsizmi? Yenga olaman. Ha, hech qanday izohning hojati yo'q. Menga sen kuchsizsan deb ayta oladigan yagona odam bu sizsiz. Hatto o'shanda ham men buni tan olmayman. Sen haqsan, Santi. Kelishingdan naf yo'q. Bu Xudoni xohishi. Omon bo'l, o'g'lim. Salom. Yaxshimisan? Xafa bo'lma. Otam bilan yarashib ola olmadim. U ham sen bilan yarasha olmadi. U meni kechirmadi. Buni bilmaysan-ku. Qayerdan bilarding? Uyga yuborgan suratlaring-chi? Qaysi suratlarni yuborganimni bilmayman ham. Bilasan. Darvozalarga to'p kiritgan suratlaring edi. Muniz. Qalaysan? Yaxshi. Otadan ayrilish og'ir musibat. Otamdan ayrilib qolgan vaqtlarim esimda. Ha, rahmat. Dam olsang bo'lardi. Gazonda ko'p ishlash asabga ta'sir qiladi. Men shunchaki maydonda turib asablarim holatini bilmoqchiman. Shanba kuni bilib olasan. Qani endi bor. Omad senga.
Men Liverpool bilan bo'ladigan o'yin tarkibidaman. Tabriklashga ijozat ber. Barakalla. Zo'r. Bunga hech qachon shubhalanmaganman. Ko'rishim bilan bu bo'ladigan yigit degandim. Unday demagandingiz. Nonushta uchun olgan qarzim. Eslaysanmi? Qo'ysangchi. O'tir, kechikyapmiz. Bu Gevin Harris-ku? Qani? Hozir qizlarni olib Kevinnikiga boramiz. Birga yuraylik. Hazillashdim. Mashinaga o'tir. Balki ustini yopib olarmiz. Sovuq qotib ketyapman. Postini sotib ol. Nihoyat mavsumning hal qiluvchi so'nggi o'yini. Newcastle United Liverpool. Oldindagi 90 daqiqa Newcastlening taqdirini hal qiladi. UEFA bahslariga chiqish uchun u bugun nima bo'lgan taqdirda ham albatta g'alaba qozonishi kerak. Faqat g'alaba. Bu o'rindiqlar hurmatli shaxslar uchun. Siz kim bilansiz? O'zingizmi? Hamma eshitsin. Xo'sh. Nima qilishni yaxshi bilasizlar. Santi o'ynaydi. Newcastle bugun Santiago Munizni asosiy tarkibga tushirishga qaror qildi. Bu uning asosiy tarkibdagi ikkinchi o'yini. O'tgan safar u ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bugun ham undan umid katta. Bo'sh kelma, Santiago. Santiago, bo'shashma. Olg'a. Juda qo'pol harakat. Boshqa bir jihatdan bu tushunarli ikkala jamoa uchun ham g'alaba juda muhim, juda ham. Nordon aeroportdan bir mijozni olish kerak. Iloji yo'q, Tommi, hozir juda bandman, keyinroq bog'lanamiz. Qani, tezroq. Kechirasizlar. Nima bo'ldi o'zi? Hozircha hammasi joyida. Ancha bo'ldimi? Yaqinda boshlandi. Bu Santiago. Liverpool to'pni markazga uzatdi. Katta xato. Newcastle qarshi hujum uyushtirishi mumkin. Shearer to'p bilan o'yinchilarni qidiryapti. O'ng tomondan Muniz shiddat bilan boryapti. O'ngga Devin Kar yetib keldi. To'p o'ng burchakka uzatildi. Harris o'rtaga yorib kiryapti. Muniz jarima maydonidan to'pni oshirdi. Gol! Mana Newcastle o'yinni qanday boshladi? Mana hujum, mana qahramonlik. Barakalla. Hisob ochildi. Chap qanotdan to'p surayotgan Gevin Harris hisobni ochdi. Jarima to'pi. Bu Liverpool uchun yaxshigina imkoniyat. Qizillar oldinga intilishyapti. To'p juda yaxshi oshirildi. Tezlik. Xavf tug'ilishi mumkin. Himoyachi to'pni maydondan tashqariga chiqarib yubordi.
To'p oshirildi. Juda qulay imkoniyat va Liverpool hisobni tenglashtirdi. Newcastle darvozasiga 25-raqamda to'p surayotgan o'yinchi gol kiritdi. Attang. Newcastle yana to'pni yo'qotyapti. Yana qarshi hujum. Bobarsh burchakka to'pni qabul qildi. Xavfli, shu yerdan tepish mumkin. Zarba. 2-1. Bu albatta Newcastle uchun qaqshatqich zarba. O'zini endi o'nglab olarmikin? Newcastle United darvozasiga to'pni Milan Barsh kiritdi. Demak, davom etamiz. Ikkinchi to'p Newcastle muxlislarining ruhini tushirib yubordi. Jamoa raqibga tenglasha olarmikin? Ikkinchi bo'lim boshlandi. Hisob 2-1. Liverpool oldinda. Liverpoolning hujumi, xavfli hujum. Sherer zarba to'sin yonidan o'tib ketdi. Yana ozroq. Shu bilan Newcastle mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Muniz to'pni qabul qilib oldi. O'ta kuchli texnika bu futbolda noyob hodisa hisoblanadi. Sherer. Yana Muniz. Juda chiroyli o'yin. Oshir. Axir qarash kerak. Oshir deyapman. Qani, bo'la qol. Oshir! Va nihoyat Qoyil, hisob 2-2. Yigitchaga yordam berish kerak. Qanday qilib? Endi uning xaridori ko'payadi. Ha, bilaman. U dunyoni hayratga soldi. Men u bilan shartnoma tuzganman. Ulgurdingmi? Newcastle oxirgi marta urinib ko'ryapti. Agar o'yin durang bilan tugasa, UEFA bahslarida Liverpool ishtirok etadi. Bor yo'g'i 3 daqiqa qo'shib berildi. 3 daqiqa ichida Newcastle g'alaba to'pini kirita olarmikin? Oshir, oshir! Bo'la qol, bo'la qol. Bo'sh kelma. Uzat. Bu shunchaki jarima emas, ogohlantirish berilishi kerak. Hakam qayoqqa qarayapti? Newcastle uchun ochiq imkoniyat. Ammo to'pni kim tepadi? Hoy Santi. Qani tep. Ular bir-birlaridan juda yaxshi tushunadilar. To'pni Muniz oldi. Oxirgi soniyalar. Muniz gol kiritishi kerak. Newcastlening umidi uning qo'lida. Yashil maydonda buni faqatgina uni oyoqlari hal qiladi. Bo'la qolsangchi, bo'la qol. Ey Xudoyim, o'zing madad ber. Parvardigor, uni o'zing qo'lla. Men futbolni yomon ko'rasan deb o'ylardim. Ishonib bo'lmaydi. Bu afsonaviy zarba Newcastle'ga hech qachon unutib bo'lmaydigan g'alaba keltirdi. Qoyil. U meni nabiram. Bu uni ukasi. Men uni otasini bilardim. Nimalar deyapsiz? U bir safar bu yerda futbol tomosha qilgan. Rosa kuygan edi. Buvi, dadam bu yerga kelganmi? Oxirgi soniyalar. Vaqt tugadi. G'alaba.
Santi. Senga qo'ng'iroq qilishyapti. Eshitaman. Santiago, biz o'yinni ko'rdik. Julio ikkimiz. Bizni Glenni qizi olib keldi. Qoyil, senga boplading. Ha, senga otang haqida bir gap aytmoqchiman. Hey, Glen. Birinchi o'yinimni eslaysanmi? Otam o'sha o'yinni tomosha qildi. U qanday o'ynaganimni ko'rgan. U hozir ham seni ko'rib turgandir.